Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Demak, Savchenko masala to'plamini yechim qilishda davom etamiz. Bugun yana bir masala yechimini qilamiz. Demak, Savchenkodan 1-5-18 yulduzchal masalani yechimini qilamiz. Demak, e'tibor beramiz. 1 5 18 и звездочка. Ya'ni yulduzcha. Xo'p. Masala shartini o'qib eshitiraman. Demak, bir uchi gorizontal tekislikka sharnerli mahkamlangan sterjen silindr ustida yotibdi. Demak, silindr bor ekan, shuni ustida bir uchi gorizontal tekislikdagi sharnerga mahkamlangan ekan. Taxta demak o'zgarmas omega burchak tezlik bilan harakatlanmoqda. Mana bu sterjinda aytilyapti. Sterjin taxta deyilibdi. Mayli, farqi yo'q. Tekislik va silindr orasida sirpanish kuzatilmaydi. Juda ham yaxshi. Silindr burchak tezligini sterjin burchak tezligi orasidagi alfa burchakka bog'lanishini toping deyapti. Demak, bunda ham bog'lanish tuzishimiz kerak. Demak, silindrda aylanish, ya'ni burchak tezligini mana bu sterjinni burchak tezligi va alfa burchakka bog'lanishini tuzishimiz kerak. Mana rasmda nima ko'rib turgan bo'lsalaringiz, o'sha narsaga bog'lab tuzishimiz kerak ekan. Xo'p, demak, buni ham ikkita usulda yechib ko'rsatib beraman. Demak, birinchi o'zimizni usuldan foydalanamiz. Demak, bizda mana shu gorizontal tekislik chizib olaman. Gorizontal tekislikda aytaylik, mana bu yerda sharner bor. Mana sharnerga mana taxta mana bunday turibdi, mahkamlangan. Bu yerda sharner deylik, aylana oladi. Aytaylik, O nuqta desam, O nuqta atrofidan aylana oladi. Mana bu yerda silindr bor. Mana silindr. Demak, mana bu nima sterjin yoki taxtani mana bunaqa aylanish tezligi omega ekan. Mana bunday aylanish tezligi omega ekan. Shunda demak, bu sterjin mana bu nimani o'zini ichida silindr o'zini aylanish tezligini topishimiz kerak ekan. Xo'p. Mana bu burchak alfa ekan. Demak, bizda omega berilgan, alfa berilgan. Demak, qanaqadir topishimiz kerak. Omega shtrix deylik. Omega shtrixni topishimiz kerak. Omega shtrixni topishimiz kerak ekan. Xo'p, bitta narsa fikr yuritamiz. Masala shartini bir yaxshilab o'qisak, sirpanish kuzatilmaydi deyapti. Demak, e'tibor beramiz. Silindr qaysi nuqtaga nisbatan aylanadi? Albatta, mana bu tegib turgan nuqtaga nisbatan aylanadi. Mana bu nuqtani aytaylik, kiritib ketaveramiz endi bu yog'iga. Mana bu nuqtani aytaylik A nuqta desak, yozaman. Sterjin mana bu silindr deyman. Silindr A nuqtaga nisbatan sirpanishsiz aylanadi. Sirpanishsiz aylanadi. Tushunarli? A nuqtaga nisbatan sirpanishsiz aylanadi. Demak, bitta narsani xulosa qilishimiz kerak. O'sha A nuqta va mana bu taxta bilan, ya'ni sterjin bilan silindrda tegib turgan nuqtalar orasidagi nuqtalarni mos ravishda belgilab olaman.
Mana bu tegib turgan qismi. Endi bitta narsa qilaman. Mana shu tegib turgan qismlardan A nuqtaga, ya'ni ga nisbatan to'g'ri chiziq tortaman. To'g'ri chiziq tortsam va bu masofani qanaqadir D deb belgilayman. Umumiy D deb belgilash kiritaman va o'sha mana bu tegib turgan qismni tezligini ham belgilab olaman. Tegib turgan qism albatta A nuqtaga nisbatan aylansa perpendikulyar bo'lishi kerak, to'g'rimi? Tegib turgan qismni tezligi o'sha nuqtaga nisbatan perpendikulyar chiqishi kerak. Demak, V deyman. O'sha V tezligimiz o'sha mana bu D ga perpendikulyar bo'lishi kerak ekan. D ga perpendikulyar. Endi mana bu nuqtadan mana bu markazga qarab tortaman. Ikki nuqtadan mana. Markazga qarab tortdim. Bu yoqqa qarab ham tortaman mana. Mana tortdim. Xo'p, demak, aytishimiz mumkin, mana bu silindr radiusini kichkina r desam, mana buni ham kichkina r desam, mana bu masofa, endi mana aylanish o'qidan mana bu yergacha ham tortsam, mana bu masofa teng 2 bo'linadi. Ya'ni d taqsim 2 bu yoqda qoladi. D taqsim 2 bu yoqda qoladi. Endi mana burchak ham mana bu perpendikulyar kelib birikdi. Ikki tomonga mana bu radiuslar perpendikulyar tushadi va o'sha burchakda hisobga oladigan bo'lsa, mana bu burchak ham teng 2 bo'linadi. Alfa taqsim 2 bu yoqqa qoladi. Alfa taqsim 2 bu yoqqa qoladi. Teng 2 ga bo'linadi. Xo'p, ana endi nima qilamiz? Ana endi bir necha xossalarni nima qilib tushuntirishimiz kerak. Silindrda aylanish tezligini tushuntirishimiz uchun quyidagi mulohazalarni kiritamiz. Demak, omega shtrix deyman. Qanaqadir V perpendikulyar taqsim R bo'lishi kerakda. V perpendikulyar taqsim R bo'lishi kerak. V perpendikulyar taqsim R. Katta R bo'ladi bizda. Katta R bo'ladi. V perpendikulyar albatta bu mana bu kichik radial qism bo'yicha yo'naladi. Ya'ni kichik radial qism bo'yicha yo'naladi. Buni qizil nimada qalamda ko'rsataman. V perpendikulyar mana bunday yo'naladi. Mana bu V perpendikulyar. Aytaylik, mana buni V perpendikulyar desam bo'ladi. Mana bu V perpendikulyar, mana bu aytaylik A nuqta bo'lsa, mana bu B nuqta bo'lsa, mana bu A nuqta bo'lsa, OA deyman, mana bu R bo'ladi. Aylanish o'qining radiusi mana aylanma harakati ma'lum bir qismi deb qaraydigan bo'lsak, O nuqtaga nisbatan aylana oladi-da, mana bu taxta yoki sterjen. O nuqtaga nisbatan aylana oladigan bo'lsa, demak, uning nimasi, ya'ni radiusi demak OB masofaga teng bo'ladi. Uni yozishimiz mumkin quyidagicha. Yozishimiz mumkin. OB masofani biza R deb kiritishimiz mumkin. V perpendikulyar qanday topamiz? V perpendikulyarda uchburchak xossasidan foydalanamiz. Demak, mana buni tutashtiraman. Mana bu burchagimiz ham alfa taqsim 2 bo'ladi bizda. Alfa taqsim 2 bo'ladi. Tushunarli? Demak, V perpendikulyar V sinus alfa taqsim 2 ekan. Tushunarli? Uncha qiyin emas, uchburchak xossasidan foydalanib oldik. Endi bitta narsani bilishimiz kerak. Mana bu omega tezligimiz, ya'ni omega burchak tezligimiz nimaga bog'liq? Xo'p, omega burchak tezligimiz albatta nimaga bog'liq bo'ladi? O'sha nuqtadagi tezlikka bog'liq bo'ladi, to'g'rimi? O'sha nuqtada tezlikka va o'sha tezlikni tashkil etuvchilarga bog'liq bo'ladi. Xo'sh.
Xo'p, endi bir ikkita fikr mulohazalar yuritamiz. Demak, quyidagicha fikrlaymiz. Bizda ma'lum bir masofa bor, radius bor. O'sha narsaga ko'ra, o'sha xossaga ko'ra bizda omega, ya'ni burchak tezligimiz, bizda o'sha tegib turgan qismini tezligi v ni aytdik, qaysi nuqtaga nisbatan aylanadi dedik? A nuqtaga nisbatan aylansa, demak D ga nisbati bo'ladi. Demak, tezlikda perpendikulyar masofaga nisbati bo'ladi bu yerda. Tezlikda perpendikulyar masofaga nisbati bo'ladi. Da shunaqa narsani tuzib oldikki, bizlar sistema hosil qilishimiz kerak-da. Xo'p, demak, bu yerdan agar biz foydalanib turib qaraydigan bo'lsak, D ni ham o'sha nimaga bog'liqligini topib olishimiz mumkin. Bizda mana bunaqa uchburchak bor, uchburchak tuzildi. Mana perpendikulyar, mana bu D taqsim 2, mana bu R. Mana alfa taqsim 2. Demak, D taqsim 2 barobar R sinus alfa ekan, to'g'rimi? Bundan D barobar 2R sinus alfa bo'ladimi? 2R sinus alfa bo'ladi, to'g'rimi? Demak, juda ham yaxshi. Demak, omega barobar V taqsim 2R sinus alfa bo'lar ekan. 2R sinus alfa bo'ladi. Omega shtrix o'rniga va perpendikulyar o'rniga V sinus alfa taqsim 2 bo'ladi aytgandek. Sinus alfa taqsim 2. V sinus alfa taqsim 2 taqsim nima bo'ladi? R bo'ladi. Xo'p. Demak, biza omega taqsim omega shtrix deb yozadigan bo'lsak, V taqsim 2R sinus alfa taqsim 2 ko'paytiramiz. R bu ikkinchisi teskari bo'ladi. V yana sinus alfa taqsim 2 bo'ladi. Bizda qisqaradigan hadlar bor, qisqaradi, Vlar qisqaradi, Rlar qisqaradi. Demak, qanaqa ko'rinishga keladi? 1 taqsim 2 sinus kvadrat bo'ladi, alfa taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, demak, omega shtrix barobar bo'ladi omega taqsim 2 sinus kvadrat alfa taqsim 2 degan biza nimani olamiz? Javobni olamiz. Demak, javob quyidagicha chiqdi. Xo'p, bu birinchi usul edi. Birinchi usul orqali keltirib chiqardik. Endi ikkinchi usulga o'tamiz. Demak, bu nima ekan? Birinchi usul ekan. Birinchi usul. Endi ikkinchi usulga to'xtalamiz. Demak, ikkinchi usul. Ikkinchi usulga ham to'xtalamiz. Ikkinchi usulda ham o'sha ko'rsatib beraman. Birinchi navbatda chizmani chizib olamiz yana. Chizmani chizib beraman. Chizmamiz quyida, mana bu sharner, mana shu nuqtaga nisbatan aylana oladi. Mana bu taxta yoki sterjen. Taxta yoki sterjen deb qaraydigan bo'lsak, demak, mana bu yerda bizda nima bor? O'sha silindr bor. Mana bu qism tegib turibdi. Demak, mana bu nuqtaga nisbatan aylanadi. Mana markazi deb oladigan bo'lsak, perpendikulyar nima qilaman? Tushiraman. Mana bu yerda bitta perpendikulyar tushiraman. Pastga qarab ham bitta perpendikulyar tushiraman. Mana bu perpendikulyar bo'ladi, mana bu ham perpendikulyar bo'ladi. Markazga qarab ham bitta tortaman, mana perpendikulyar. Mana markazga qarab ham tortaman.
Demak, mana bu A nuqtani belgilayman. A nuqtaga nisbatan aylanadi. Mana bu O nuqta. O nuqtaga nisbatan A nuqtaga nisbatan silindr aylanadi. O nuqtaga nisbatan qaysi biri aylanadi bizda? O'sha sterjen aylanadi. Sterjen yoki taxta deylik, o'sha narsa aylanadi. Mana bu radiusni R deb kiritaman, boyagiday. Radiusni R deb kiritaman. Ana endi nima qilaman? Buni ham boshqacha bir taktikada va boshqacha bir usulda yondashamiz. Xo'p. Demak, men OA masofani belgilab olaman. OA masofani qanaqadir x deb belgilayman. O'sha gorizontal tekislikda bo'lgani uchun OA masofani x deb belgilab oldim. Demak, mana bu burchaklarni bildim. Boyagi birinchi nimada ko'ra, usulga ko'ra alfa taqsim 2 dan teng bo'linar ekan. To'g'rimi? Alfa taqsim 2 dan teng bo'linar ekan. Demak, nima xulosa qilishimiz mumkin? OA masofani x deb belgilasam, buni ham xuddi 1, 5, 16, 17 masalalarga o'xshab biror narsani funksiyasi deb qarashimiz mumkin-da. Funksiya sifatida qarashimiz mumkin bu yerda ham. Demak, biza yozishimiz mumkin R da OA ga nisbati tangens alfa taqsim 2 deb yozishimiz mumkin. Demak, bundan ham ko'rinib turibdiki, R taqsim x barobar tangens alfa taqsim 2 ekan. Mana shu quyidagicha yozib olishimiz mumkin. Demak, bu yerdan x ni topay degan bo'lsam, x barobar R taqsim tangens alfa taqsim 2 deyman. Endi bitta narsani inobatga olaman, boyagi 1, 5, 17, 16 masalalar eslaganimizda alfani argumenti x deb qaragandik, to'g'rimi? 17 masala deylik. 1, 5, 17 masalada boyagi yuk mashinasi yurganda tezligi bor edi. Chunki alfani o'zgarishini nima ta'minlaydi? X ta'minlaydi. Demak, bu yerda argument x edi. Ya'ni x o'zgarsa alfa o'zgarardi. To'g'rimi? Haqiqatan shunday. Yuk mashinasi yurganda alfa o'zgarardi. Bo'lmasa o'zgarmaydi. To'g'rimi? Yurmasa o'zgarmay turadi. Demak, x ni o'zgarishi y ni o'zgartiradi. Funksiyani bilamiz-ku, funksiya matematik jihatdan funksiyaning xossasini bilamiz-ku. Demak, x o'zgargan taqdirda yana y o'zgaradi. To'g'rimi? Argument o'zgarsa, funksiya o'zgaradi. Endi bu yerdan tanlab olishimiz kerak. Qaysi biri argumenti, qaysi biri funksiya deb tanlab olishimiz kerak. Tushunarli? Men tanlab oldim. X funksiya dedim, alfa argument dedim. Chunki mana bu alfa o'zgaryapti-da. Alfa o'zgarsa x o'zgaradi. Chunki taxtani harakatlantiryapmiz biz. Taxtani mana sterjen, ya'ni sharner, ya'ni qotirilgan joy O nuqtaga nisbatan taxtani burayapmiz bunday pastga qarab. Alfa o'zgaryapti, keyin x o'zgaradi. Alfa o'zgarishining hisobiga mana bu narsa aylanib turib, omega shtrix bilan aylanib turib yurayapti. Keyin AO masofa o'zgaryapti. Demak, yozishimiz mumkin. Bu yerda alfa argument bu yerda. Argument. X bu yerda funksiya. Matematikasini ham ochib tashladik. X alfaga bog'liq. Demak, f deb qarasak, bu funksiya. Demak, funksiya tuzib olamiz. Juda ham yaxshi, juda ham idealni fikr keldi. Mana shu yerda idealni fikrladik. E'tibor beringiz mana shu joylarda. Qaysi biri argument, qaysi biri funksiya, o'shani ajratib olish kerak. Bo'lmasam
Bo'lmasa masala xato yechiladi, yechim xato chiqadi. O'sha narsaga juda ham e'tibor berish kerak. Qaysi biri o'zgarishgan hisobiga qaysi biri o'zgarib qolyapti. Mana boya 1.5.17 masalani eslaymiz. Yuk mashinasini v tezlik bilan yurishini hisobiga burchak o'zgaruvdi, to'g'rimi? Demak, o'zgaruvchi alfa edi, o'zgaruvchi x edi, ya'ni mashina yurishi edi, to'g'rimi? O'sha hisobiga alfa o'zgaruvdi. Endi bu yerda boshqacha. Bu yerda taxtani harakatlanish hisobiga mana bu sterjinda qotir O nuqtaga nisbatan aylanayotgan taxtani hisobiga mana bu silindr aylanib turib, mana bu yerdan chiqmoqchi bo'ladi. Mana bu yerdan chiqib ketmoqchi bo'ladi orasidan va O masofa o'zgaradi, ya'ni ortadi. Tushundingmi? Demak, hosil olamiz. Mana bu funksiyadan bundan hosila olamiz. Hosila olamiz. Vaqt bo'yicha. Vaqt bo'yicha. Chunki alfa ham, AO masofa ham, ya'ni x ham vaqt bo'yicha o'zgaradi. Demak, vaqt bo'yicha hosil olsam qanaqa ko'rinishga keladi? Demak, dx taqsim dt deyman. dx taqsim dt teng. Demak, bizlar bu yerdan r ni chiqarib tashlasam bo'ladi. R ni chiqarib taylayman. D taqsim dt nimadan hosil olaman? 1 taqsim tangens alfa taqsim 2 dan hosil olaman. To'g'rimi? 1 taqsim tangens alfa taqsim 2 dan hosil olaman. Xo'p, 1 taqsim tangens alfa taqsim 2 degani kak bu katangensdan-da, to'g'rimi? Buni quyidagicha hosilani quyidagicha yozishim mumkin. R d taqsim dt deyman. Qavsichda katangens alfa taqsim 2 dan hosilada yozaman. Hosilada yozaman. Xo'p. Men hozir esimdan chiqdi. Katangens alfa taqsim 2 dan hosila. Uni olib ko'ramiz hozir. Xo'p, quyidagicha olinadi. Quyidagicha olinadi. D taqsim dt. Demak, katangens alfa taqsim 2. Ko'p foydalanmayman-da. Katangens hosila foydalanmaganim uchun, esdan chiqqan uchun qo'lda olib ko'raman. D taqsim dt deyman. Katangens kosinus alfa taqsim 2 taqsim sinus alfa taqsim 2 deyman. Xo'p, demak, bu bo'linma hosilasi bo'ladi. Kosinusdan hosila olaman minus sinus alfa taqsim 2 umumiy mana bu ichida argumentdan ham hosilasini umumiy chiqarib qo'yaman keyin. Ko'paytiruv yana sinus alfa taqsim 2 minus demak, maxrajidan hosila kosinus alfa taqsim 2 ko'paytiruv yana kosinus alfa taqsim 2 bo'ladi. Taqsim sinus kvadrat alfa taqsim 2 bo'ladi. Bu ham ko'paytiruv 1 taqsim 2 d alfa taqsim dt ni ham chiqarib qo'yaman. Chunki hammasi suratida hammasida bor edi. Birdan chiqarib qo'ydim. Umumiy qilib. Hammasida mana bu yerda ham bor edi. Mana bundan hosil olganimda 1 taqsim 2 d alfa taqsim dt larida ham hammasi bor edi. O'shani chiqarib qo'ydim. Xo'p, demak, sinus kvadrat 1 deb beradi, to'g'rimi? Minus. Demak, bu narsa minus 1 taqsim sinus kvadrat alfa taqsim 2 ko'paytiruv 1 taqsim 2 d alfa taqsim dt deb yozishim mumkin ekan. D alfa taqsim dt. Xo'p, bu narsani keltirib qo'yaman ifodaga keltirib qo'yaman. Demak, qanaqa ko'rinish olyapti? Xo'p, yozaman. dx taqsim dt deyman. dx taqsim dt teng minus ishora nimani bildiradi? Alfani kamayishini bildiradi. Hozircha yozib turaman. Minus r taqsim sinus kvadrat alfa taqsim 2. Mana bu yerda x ham bor. 1 taqsim 2 da 2. Keyin d alfa taqsim dt ham bor. D alfa taqsim dt. Xo'p, d alfa taqsim dt ni minus. Buni omega deyman. Mana bu sterjinda aylanish burchak tezligi.
Nima uchun minus bor? Boyagi yana minus ishora bizda burchakni kamayishini ko'rsatadi. Minus ishora burchakni kamayishini ko'rsatadi. Burchakni kamayishini ko'rsatadi. Demak, dx taqsim dt ni o'rniga nima qo'yishim mumkin? V qo'yishim mumkin, to'g'rimi? V. Bizda dx taqsim dt ni o'rniga v qo'yishim mumkin. V qo'yishim mumkin. Buni o'rniga ham bu yerda v'miz degani omega ko'paytirib r deganida. Omega ko'paytirib r degan. Qo'yaman mana v qo'yaman. Buni o'rniga omega ko'paytirib r qo'yaman. Omega shtrix bo'ladi. Chunki omega shtrix degani mana bu silindrda o'zini aylanishi. Mana omega shtrix ko'paytirib r. Omega shtrix ko'paytirib r teng minus ishora yo'qoladi shu yerda. Mana bu d alfa taqsim dt ni o'rniga omega r taqsim 2 sinus kvadrat alfa taqsim 2 bo'ladi. Mana shu yerga tushunda hamma. Demak, buni soddalashtiradigan bo'lsam, omega shtrix barobar omega taqsim 2 sinus kvadrat alfa taqsim 2 bo'ladi. Demak, javob. Menimcha masala tushunarli bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoni qayta ko'rib chiqishlaringizni, qayta ko'rib o'rganishlaringizni maslahat beraman. Bizni kuzatishda davom eting. Bundanda qiziqarli, ya'ni Savchenkoni har bitta masalasi juda ham foydali, qiziqarli va har bitta masalani kreativ yondashuv orqali yechishga harakat qilamiz.